Ey, ketingda qurting bormi yoki maroying bormi? Nimaga bir joyda o'tira olmaysan? Do'stim, yaqin tanishingizni bunday so'zlar bilan ko'ngliga tegishdan avval unga proktolog, nevropatolog yoki fizioterapevt ko'rigiga borishni maslahat bering. Agarda tanishingizda tug'ruq og'ir kechgan bo'lsa yoki dum sohasida travma bo'lib, oxirgi 3-6 oy davomida davolanish besamar bo'lgan bo'lsa, unda bizga kelaversin, muammosini hal qilib beramiz. Og'riqning doimiy bo'lishi va uning oraliqqa uzatilishi, qattiq stol yoki stulda uzoq vaqt o'tira olmaslik yoki o'tirgan joydan turib ketganda kuchli og'riqni paydo bo'lishi, buning hammasi koksidogeniya deb ataladi. Va bugungi kunda uning zamonaviy davosi bu plastik toksikektomiya jarrohlik amaliyoti. Tanishingiz tez kunda barcha dardlardan forig' bo'lib, ko'rmaganday bo'lib ketadi. Ushbu videoni keti og'riydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.